Ukam yaxshimisan? Rahmat. Sog'liqlaring yaxshimi? Bo'ladi. O'zidanmi? Bolalaring kelin hammasi yaxshimi? Tinch. O'zidanmi aka? Menda tinch. Shu tez qatnaydigan bo'lib qoldingda ukam. Yo bir nimadir yashiryapsan, yo nimadir gaping bor, yo aytolmayapsan. Nima gap bo'ladi? Ha. Gap bor. Zo'r gap. Meros masalasi bo'yicha. Mani ota-onamdan qolgan uy bor-ku, o'shani opam bilan gaplashuvdim. O'sha uyni men nomimga o'tkazish bo'yicha. To'xta. Sen nomingga nima o'tadi? Kichkina o'g'ilman-ku. Men bexabar qolib ketdim ukam. Mendan yashirib ish qolsanlar? Ha? Men kimman bu yerda? Men begonamanmi yo? Opam kim? Begonam. Bu meros-u, baribir kichkina o'g'ilga qoladi bu meros. Kichkina o'g'ilman, menga qol. Sani uy joyi hovling bor. Xotdagina, hayxotdagina. Hop. Endi kichkina o'g'ilman deb, endi hamma narsa senga qolavermaydi, ukam. Sani hayxotdagina uying bo'lsa, hamma yo'g'i yetarli bo'lsa, men 2 xonagina domda turaman. Jiyanlaring katta bo'lib qolgan. Demoqchisizki, o'sha uyni menga ber demoqchimisiz? Ha, o'sha uyni menga berasanlar. Mana orqamdan ish qilibsanlar-da, ha unda. Opa-ukalar. Yo kimdir aql o'rgatyaptimi senga? Nima kulasan? Qo'ysizchi. Kichkinaga qoladi, menga qoladi uy. U uy meniki. Meni ulushimni berasanlar. U uy menga tegishli. Kim senga aql o'rgatyapti? Yo Hech kim o'rgatmayapti. Ha? Ota prichom? Ota-onamdan qolgan, ota-onamizdan qolgan uyni men sizga bermayman ham. Qonunan ham talashamoqsiz bilan. Asabimni o'ynamagin. Uy menga tegishli. Meni uyim. Tushundingmi? Nima kulyapsan? Qonunan va har tomonlama menga tegishli. Opa-ukalar ish qilyapsanlarmi orqamdan? 2 xonagina uyda turaman. Jiyanlaring katta bo'lib qoldi. Ertaga xadimay to'y qilishim kerak. Ozgina uyallaring. 2 xona deganingiz bu uyi ko'chada emassiz-ku, aka? Sana hamma yo'g'i yetarli. Opamni hamma yo'g'i bor, yetarli. Yig'ishtirlaring bo'ldi. U uy meniki. Sizniki emas, meniki. Senga ham yo'q, opamga ham yo'q. Siz u uyga haqqingiz yo'q-ku, aka. Ukam, meni nima haqqim bo'lmaydi? Menga qoladi deyapman senga uyni. Qolmaydi, meniki. Men kichkina o'g'ilman. Aka, qo'ying. Ey, asabimni o'ynama bo'ldi. Yap, bo'ldi qiling. Uy menga qoladi, tushundingizmi? Bo'ldi-ku. Urasizmi? Urasizmi? Uring. Uring. Tushundingmi? Uring. Jigarimsan-da, ahmoq. Ade, bitta savol bersam bo'ladimi? Ber. Nega amaki bilan urushaverasizlar? Amaki bilan urushmaylar. Senlar nima ishlaring bor, ha? Televizoringni ko'rsalaring bo'lmaydimi? Aralashmalaring. Assalomu alaykum, ammajon. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshi. O'zim o'ynaning. Tuzukmisizlar? O'qishinglar yaxshimi? Qani nima kayfiyatinglar yo'q? Nimani aytish kerak? Qani nimaga? Bugun dadam bilan amakim rosa urushdi. Ammajon, Nega urushadi? bilmayman. Ha, nima? Salom bilmaysanmi? Ha mayli. O'zim gaplashib qo'yaman. O'z o'qishinglar yaxshimi? Ha? Ha, yaxshi. O'yin qayerda? Ishda. Yaxshi. Qani yuringlar-chi. Keling, opa, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum Opa, yaxshimisiz? Yaxshimisanlar? Keldingizmi? Yaxshimi? Keling, o'ting. Bolalarim, ko'chaga chiqib turinglar sizlar. Ha, bo'ladi, dadajon. Shu desang, endi ota-onamizdan qolgan meros shu uy berilgan. Shuni endi biza 3 kishiga bo'lishimiz kerak. Menga kam uy kerak emas. Sen ham shu ikkita katalik 2 xona uyda yashaysan. Shu uyni katta qilib, bolalaring rohatini ko'rgin deb keldim. Katta o'g'ilsan, ukangda hovli bor.
Shunga shuni bir kelishib, sen bilan maslahatlashib, xohlasang uchga bo'lamiz, xohlasang senga beramiz. Nima opa. deysan? To'xtab turing, bu ukam bilan ishni pishirib qo'yibsizlar-ku. Tushunmadim. Ukam kecha kelib ketdi. Mabda ancha janjal bo'ldi. Mani xabarim yo'q. Opam bilan xabarjon. qanaqadir uy dokumentini qilib yuribmiz dedi. Yo'q, mani xabarim yo'q bundan. Opa, qo'ysangchi ikkala o'ylan tilinglar bir-u. Menga qara Anvarjon, sen katta o'g'ilsan. Seni men aqlli, bir farosatli bola desam, xo'p u kichkina bir aqlsiz ekan. Sanlarni mehr oqibatli desam, ota-onamning ruhini nega chirqiratyosanlar? Opa, men menga qara. qo'yib. Sanlar men haqimda nima deb o'ylayapsan? Mani haqimda shunaqa deb o'ylayapsanmi? Essiz sanlarga opa. Essiz. Mana senga dokument ol. Amin. Allohu akbar. Ketdim men. Opa. Qo'ying. Opa to'xtang, opa. Qo'y. Kelin. Iya. Oke. Ha, yolg'onchi. Men yolg'on gapirdim. Ha? Opam bilan ko'rishmabsan. Siz bilan Opamning ko'rishdimmi? umuman aloqasi yo'q ekan bu narsaga. Opam Nima qilarding yolg'on gapirib? Katta odam. Shu uy hujjatini bersam, ko'ngling joyiga tushadimi? Ha? Va o'sha mana. Tinch yurgin, tushundingmi? Ko'zimga boshib ko'rinmagin ukam. Sog' bo'l. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Opa, Qalaysan? tuzimsiz. Yaxshimisan Azizjon? Sonlari yaxshimi? Nima Rahmat. ko'tarib yuribsan? Uyi hujjati. Bu hujjatlar seni nima qilyapti? Ha. Tushunmadim. Akam tashab ketdilar kecha. Shunaqa degan. Sen nimalar qilib yuribsan, Azizjon? Nima qilman? Nimaga sen akang bilan urushib yuribsan? Men qachon senga Ha, uy meniki-yu. To'g'rimi? nima deganing bu? Kichkina o'g'il bo'lsam. Azizjon, Ha. bitta narsani tushun. Ota-onamni ruhlarini chirqiratmagin deb gapirganman senga. Qachon men senga bu uyni sang nomiga o'tkazaman deb gapirdim. Uyalmaysanmi? Katta odamsan, bahaybat uying bo'lsa, bechora akangni uyi yo'q. O'ylamaysanmi, 4 ta bolasi bilan 2 xona uyda yashayapti? Vijdoning bormi? Yo xotiningdan xotinchalayotganini qilyapsanmi? Ha? Menga qara uka. Mana bu xat hujjatni olganda akangga berib uzringni so'ragan. Men ukajon, biz birga bo'lishimiz shart. Aka-uka opalar bir-birini qo'llab-quvvatlamasa, qachon qo'llab-quvvatlaymiz? Ota-onamiz ruhlarini Ana chirqatmasdan akam. xursand bo'laylik. Ana aka. Nima deding? Bor ukajon, kechirimingni so'ra. Boraman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Sog'liklaring Yaxshimisiz? yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Bola chaqa yaxshimi? Rahmat. Kelin, hammasi sog'-salomat bo'lsa, yaxshi Rahmat. o'tiribsizlarmi? Shu desang, ukang bilan kelishdik. Uyda seni nomingga o'tkazadigan bo'ldik. Aka, boylik topiladi, lekin jigar topilmaydi. Mana shu uy sizga tegishli. Ota-onamdan qolgan meros. Biz opam bilan gaplashdik. Biz rozi. Sizga, aka. Aka, osh pishdimi? Ukajonim, osh tayyor. Opa yuringlar. Qani ketdik bo'lmasa? Ketdik, yuringlar. Yuring.